Nasafning Neftchiga urgan goli nega hisoblanmadi? U yerda o'zi foul bormidi yoki ofsayd? Neftchi ustunlikni qo'lga olyapti. Bu narsa sezilyapti. Darvozabon xatoga yo'l qo'ymoqda. Bo'sh darvoza, ammo bu yerda hakamning hushdagi yangrab bo'ldi. Endi Shala uradimi, urmaydimi? Ikkinchi darajali qoida buzilgan shekilli, shifokorlarni chaqiryapti Nasibullayev. Katta tezlikda darvozabon hamda hujumchi to'qnashib ketgan. Nasaf futbolchisi Bobur Abduxoliqov foul ishlatishi mumkin emasdi, chunki u birinchi to'pga keldi. Ergashev uchib keldi uning yoniga. Mana shunday sharoitda foul ishlatgan bo'lishi mumkin emas. Bu yerda gap ofsaydda. Bosh bilan Bobur Abduxoliqov to'pga teginganidan so'ng sherigi o'yindan tashqari qoldi. Mana takroriy lavha. Rejissyorlarimizga minnatdorchilik bildiramiz va mana ofsayd. Nasibullayev juda bir do'stona tabassum bilan tushuntiryapti. Ofsayd deyapti. Ofsayd. Ko'rib turganingizdek, bu yerda foul emas, qaytanga ofsayd bor edi. Chunki Bobur Abduxoliqov to'pni oshirganda Shala o'yindan tashqari holatga tushib qolgandi. Mana shu holat sabab hakam golni inobatga olmadi.